Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mol qo'y chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, bugun biz Samarqand viloyat Pazarxon tuman o'zimizda Kerov Ilm mahallasida Abdurahmon do'stimizdan 5 bosh novvos shirbozlarni udari, hammasi zotdor shirbozlar sotiladi. Qo'ldan kelgancha hozir video obzorlarni qilib o'tamiz, narxlarini qo'yib o'tamiz. Shoshilib, agar mana shunday shirbozlar bergan akalarimiz bo'lsa, shoshilib qolamiz. Shirbozlar haqiqatdan ham udar. Videoni hozir novostyalarga buraman, ishqibozi birdan ko'payadi deb o'ylayman. Chunki hozir video qilishdan oldin boylab qo'yibdi. Endi hozir o'zim ham juda ishqiboz bo'lib turibman. Ta'zini olaman dedim. Hammasini birdan videoga qo'yaylik. Agar videodan ketmasa, ortsa shu novvoscha o'zim olaman deb niyat qilib qo'ydim. Qani, unda biz videoni boshlaylik. Bugungi sanamiz 16-oktyabr 2025-yil. Unda biz videoni boshladik akalar. Mana. Bu kattasi yoshiga to'ldi, 1 yashar bo'ldi. Mana. Nima deyapti? Novvos nima deyapti? Mana. Yoshiga to'ldi bu. Chist ola. Hozir korobkalarni ham har tomonni ko'rsatib o'taman. Qo'ldan kelgancha. Mana akalar. Hammasi hech qaysida shox yo'q. Hammasi Estondan qochgan, yaxshi. Katta Eston ho'kizdan qochgan onalari ham hammasi mana. Mana akalar, hammasi shu yerda turibdi. Onalari ham oddiy sigirlar emas, hammasi katta sigirlar. Bu birinchi novvosimiz 1 yasharga to'ldi endi. Mana ko'rinishlari. Buni narxini 27 million baho qo'yilyapti. Savdolari bor. Sifatlari o'ta ajoyib. Go'shtga ham, nasllikka ham har tomonga ketadi. Mana oldi qismlari, har tomonlari o'ta zo'r kelishgan. 27 million savdolari bor. Bu ikkinchi novvoschamiz, oqbosh. Yaxshi shirbozmisan, shirboz akalar mana. Yelkalari nima deyapti? Poychalari stakan tuyoqchalarda. Akalar mana. Men ham to'g'risini aytsam, mana shu oqbosh novvoschaga juda qiziqdim. O'zim olaman dedim. Endi mayli bir joyga videoga qo'yaylik. Agar bo'lmasa, nasib qilgan bo'lsa olamiz. Mana akalar. Gap yo'q. Hammasi Estonga gibrid, hammasi 100% Estonga. Poychalari ham, turishlari ham o'zi aytib turibdi. Endi videoda qanday ko'rinadi bilmayman. Mana. Novvoschamiz hozir 4 talasi bir joyga narx aytaman dedi. Yakkaga bo'lsa, keyin adilni narx aytib o'taman. Hozir birinchi yakkani aytib o'tayim, keyin bir joygasini aytaman. Abdurahmon aytgandek. Bu birinchi shirboz novvoschamiz. Hammasi hali bu ikki 5 oylikdan, bu ikki 5 oylikdan, bunisi 4 oylik, unisi 3 oylik. Mana. Buni narxini yakkaga bo'lsa 16 million so'm savdolari bor deyapti. Pulini qimmat emas, yengil qo'yapti. Qo'ldan kelgancha 16 million so'm savdolari bor deyapti. Bu ikkinchisi. Mana akalar, hozir nima deyapti? Yelkalari vobshe kengish, juda kengish. Mana. Mol qilaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Oldi tomonlari nima deyapti? Mana. Mana novvoschalar nima deyapti? Gap yo'q. Mana. Buni ham akalar 16 million so'm kami bor deyilyapti. 16 million so'm kami bor. Eng ashaddisi gavdasi ozroq maydarog'i, lekin formasiga vobshe besh ketdim. Qizil. Akalar. Ozroq
Bularga qaraganda bo'yi ozroq mayda-yu, lekin formasi o'ta ajoyib. Mana. Buni ham narxi akalar 16 million so'm savdosi bor. 16 million so'm savdosi bor. Bu eng kichkinamiz, lekin formalari o'ta ajoyib. Hammasini stakan tuyoqchalarda bir novos misol novos. Nasib bo'lsa buni bu yillarga 30 millionga ham bermaydi. Men yelkalariga men qiziqaman-da, orqa tomonlariga, yelkalariga juda qiziqaman. Juda qiziqaman mana. Akalar, bunimizni 15 million so'm savdolari bor. Egalari shunday dedi. Formalariga haqiqatan ham gap yo'q. Formalari o'ta ajoyib. Mana akalar. Gap yo'q. Agar qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, Abdurahmon do'stimizning nomerini pastda qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Hech qanaqa kasalliklardan yiroq, sog'lom mollar, yeb ichishlariga hamma narsasiga javob beradi. 100% javob beradi. Yana ham dastavka xizmatlari, bu narsalar hammasi aytilib o'tiladi. Yana ham aloqaga chiqaverasizlar. Abdurahmon do'stimiz nomerini pastda qoldirib o'taman.